Bugun men pensiyasini bank kartasiga oladigan har bir inson bilishi shart bo'lgan juda muhim masalani tushuntirib beraman. Bu gap faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, nevaralariga, vasiylariga. Pensiya kartasidan foydalanishda yordam beradigan barcha yaqinlariga ham tegishli. Chunki bitta noto'g'ri harakat, bitta beparvo qaror yoki bitta tushunmovchilik sababli pensiya vaqtida tushmasligi, karta bloklanishi. Pul yechib olinishi yoki odam o'z pulini olish uchun bankma-bank, idorama-idora yurib qolishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu ma'lumotni pensiyasini kartaga oladigan tanishlaringizga ham yetkazing. Avval pensiya olish jarayoni ko'pchilik uchun ancha sodda ko'rinardi. Odam pochta orqali yoki naqd shaklida pensiyasini olardi. Ayrim hollarda mahalla pochta xodimi yoki mas'ul odam kelib berardi. Albatta, bu tizimda ham navbat, kechikish, uyda bo'lmaslik, hujjat tekshirish kabi muammolar bor edi. Lekin ko'pchilik pulni qo'lga olib darhol ko'rardi. Mana pensiyam keldi. Mana pulim yonimda. Hozir esa ko'p pensionerlar pensiyasini bank kartasiga olmoqda. Bu juda qulay. Pul kartaga tushadi. Bankomatdan yechish mumkin, do'konda to'lash mumkin. Kommunal xizmatlarga to'lov qilish mumkin. Bolalar yoki yaqinlar masofadan yordam berishi mumkin. Lekin qulaylik bilan birga mas'uliyat ham oshdi. Endi pensioner faqat pensiya tayinlanganini bilishi yetarli emas. U karta muddati, SMS xabarnoma, PIN kod, bank ilovasi, bankomat komissiyasi, karta bloklanishi, firibgarlik qo'ng'iroqlari, shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi, pensiya tushmagan holatda qayerga murojaat qilish kabi masalalarni ham bilish kerak. Men ko'p uchratadigan eng katta xato shuki, odamlar pensiya kartaga tushsa, hammasi avtomatik va abadiy davom etadi deb o'ylaydi. Aslida karta ham hujjatga o'xshaydi. Uning muddati bor, egasi bor, xavfsizlik qoidalari bor. Bankdagi ma'lumotlar yangilanib turishi kerak. Agar karta muddati tugasa, PIN kod 3 marta noto'g'ri terilsa, karta yo'qolsa, bank kartani xavfsizlik sababli bloklasa yoki pensionerning ma'lumotlarida nomuvofiqlik bo'lsa, pul tushgan bo'lsa ham uni ishlatishda muammo chiqishi mumkin. Bugungi kunda pensiyani kartaga o'tkazish davlat xizmatlarini raqamlashtirish, bank tizimini kengaytirish va naqd pul bilan bog'liq ortiqcha harakatlarni kamaytirish uchun joriy etilgan. Bu yomon narsa emas. Aksincha to'g'ri foydalangan odam uchun juda qulay. Masalan, pensioner har oy pensiya tushishini kutib uyda o'tirib qolmaydi. Karta orqali pul tushganini SMS dan biladi. Kerak bo'lsa bankomatdan o'z-o'zidan yechadi. Qolganini kartada saqlaydi. Lekin muammo shundaki, ayrim pensionerlar bank kartasini oddiy plastik bo'lagi deb o'ylaydi. Men har doim aytaman, pensiya kartasi bu sizning pulingizga kirish kalitingiz. Kartaning o'zi ham, PIN kodi ham, SMS kodi ham begona odamga berilmasligi kerak. Bank xodimi ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham, soliq xodimi ham, o'zini xavfsizlik xizmati deb tanishtirgan odam ham sizdan telefon orqali karta raqami, amal qilish muddati, CVV kod yoki SMS kodni so'rashi mumkin emas. Agar kimdir so'rasa, bu juda katta xavf belgisi. Oddiy misol keltiraman. Bir pensioner opaning kartasiga har oy 1.300.000 so'm pensiya tushadi. U kishi telefonda bank ilovasidan foydalanmaydi. Bankomatdan ham o'zi yecha olmaydi. Bir kuni unga qo'ng'iroq qilishadi va pensiya kartangiz yangilanmoqda, kartangiz bloklanmasligi uchun SMS kodni ayting deyishadi. Opa ishonib kodni aytadi. Natijada kartadagi 1.300.000 so'mning hammasi boshqa hisobga o'tkazib yuboriladi. Keyin bankka boradi, ariza yozadi, tekshiruv bo'ladi. Lekin pulni qaytarish har doim ham oson emas. Chunki SMS kodni odamning o'zi bergan bo'ladi. Shuning uchun men bu mavzuni qattiq ta'kidlayapman. Karta bilan pensiya olish qulay, lekin ehtiyotkorlik shart. Eng avvalo, yoshi katta. Telefon va bankomatdan mustaqil foydalana olmaydigan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar siz onangiz, otangiz, buyingiz yoki bobongizning pensiya kartasidan foydalanishda yordam bersangiz, kartani shunchaki olib yurish bilan cheklanib qolmang. Ularga hech kimga kod aytmaslikni, telefon qo'ng'iroqlariga ishonmaslikni, kartani begona odamga bermaslikni oddiy tilda tushuntiring. Ikkinchi guruh. Pensiya kartasini farzandiga, qarindoshiga yoki qo'shnisiga berib qo'ygan odamlar. Men bu yerda juda ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Albatta oilada ishonch bor. Farzand ota-onasiga yordam beradi. Lekin karta egasi o'z pulini nazorat qilishi kerak. Masalan, pensioner har oy 1.800.000 so'm oladi. O'g'li esa men yechib kelaman deb kartani olib yuradi.
bir necha oy o'tgach. Ota yoki ona pulning qanchasi yechilganini, qanchasi qolganini bilmay qoladi. Oilaviy kelishmovchilik chiqadi. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l har oy pensiya tushganda SMS xabarni pensionerning o'zi ko'rsin. Qancha yechilayotganini bilsin. Agar yordam kerak bo'lsa, bankomatga birga borsin. 3-guruh kartasi muddati tugash arafasida bo'lgan pensionerlar. Karta ustida odatda oy va yil yoziladi. Masalan, 15-26 deb yozilgan bo'lsa, karta 2026 yil may oyigacha amal qiladi. Muddat tugashdan oldin bankka borib, yangi karta chiqarish kerak. Aks holda pensiya hisobga tushgan bo'lsa ham, eski kartadan foydalanib bo'lmay qolishi mumkin. Ba'zi banklar avtomatik qayta chiqaradi. Ba'zilarida esa mijozning o'zi murojaat qilish kerak. Shuning uchun kartaning amal qilish muddatini hozirdanoq tekshirib qo'ying. 4-guruh boshqa viloyatga ko'chgan, yashash manzili o'zgargan yoki hujjatlari yangilangan pensionerlar, pasportda ID kartaga almashtirilgan bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, telefon raqam almashgan bo'lsa, bankdagi ma'lumotlar ham yangilanishi kerak. Aks holda keyinchalik karta bilan bog'liq xizmatlarda muammo chiqadi. Bank sizdan shaxsni tasdiqlovchi hujjat so'raydi. Eski ma'lumot bilan yangi hujjat mos kelmasa, qo'shimcha tekshiruv bo'lishi mumkin. Agar sizning kartangiz faol bo'lsa, muddat tugamagan bo'lsa, pensiya har oy uzoq vaqtda tushayotgan bo'lsa, SMS xabarnoma ulangan bo'lsa va siz kartangizni hech kimga bermasangiz, ortiqcha vahima qilish shart emas. Karta orqali pensiya olish normal va qonuniy jarayon. Bank sizning pulingizni o'zicha olib qo'ymaydi. Pensiya kartaga tushgan uchun pensiya kamayib qolmaydi. Kartada pul saqlangan uchun u avtomatik yo'qolib ketmaydi. Lekin xavotir olmaslik degani tekshirmaslik degani emas. Men tavsiya qiladigan eng oddiy qoida bor. Har oy pensiya tushadigan sanalarda balansni tekshiring. SMS kelgan-kelmaganini ko'ring. Tushgan summa avvalgi oylar bilan solishtiring. Masalan, siz har oy taxminan 1 million 5 ming so'm olsangiz, birdan 9 ming so'm tushsa, sababini aniqlash kerak. Bu ishlab qolish bo'lishi mumkin. Qayta hisob-kitob bo'lishi mumkin. Qarzdorlik bo'yicha yechim bo'lishi mumkin yoki texnik xatolik bo'lishi mumkin. Sababini bilmasdan turib pensiyamni kesib tashlashdi deb xulosa qilish ham. O'zi shunaqa bo'lsa kerak deb indamay yurish ham to'g'ri emas. Birinchi vaziyat, pensionerning kartasi bor, lekin SMS xabarnoma ulanmagan. Pul tushadi, u bilmaydi. Bankomatga borib tekshiradi, navbatda turadi. Ba'zida bankomat ishlamaydi. Natijada odam har oy asabiylashadi. Agar SMS xabarnoma ulansa, pul tushgani darhol bilinadi. Bu xizmat ayrim banklarda pullik bo'lishi mumkin. Lekin ko'p hollarda pensioner uchun qulaylik va xavfsizlik nuqtai nazaridan foydali. Chunki kartadan pul yechilsa ham SMS keladi. Demak, begona operatsiyani tezroq sezish mumkin. Ikkinchi vaziyat. Pensioner PIN kodni kartaning orqasiga yozib qo'ygan. Bu juda xavfli. Karta yo'qolsa, topib olgan odam bankomatdan pul yechib olishi mumkin. PIN kodni qog'ozga yozish kerak bo'lsa ham, kartadan alohida joyda saqlash kerak. Yaxshisi oson esda qoladigan, lekin begona odam topa olmaydigan kod tanlash kerak. Tug'ilgan yil 1121, 1234, 1000 kabi kodlar juda xavfli. Chunki bunday kodlarni birinchi bo'lib sinab ko'rishadi. Uchinchi vaziyat. Pensiya tushmagan. Odam darhol bankni ayblaydi. Lekin pensiya tushmasligining sababi har doim bankda bo'lavermaydi. Ba'zida pensiya tayinlovchi organ tomonidan to'lov ro'yxati kechikishi mumkin. Ba'zida hisob raqam noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Ba'zida karta hisobiga emas, eski hisobga bog'lanib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ketma-ket tekshirish kerak. Avval bankdan hisobga pul kelgan-kelmaganini aniqlaysiz, keyin pensiya bo'limi yoki tegishli jamg'arma organidan to'lov yuborilmaganini so'raysiz. 4-vaziyat. Pensioner kartadan do'konda to'laydi. Lekin chekni olmaydi. Keyin pul 2 marta yechildi degan shubha tug'iladi. Bunday paytda chek juda muhim. Agar terminalda to'lov o'tmagan bo'lsa, lekin SMSda pul yechilgani ko'rinsa, bankka murojaat qilib operatsiya bo'yicha ariza yozish mumkin. Ko'pincha pul bir necha ish kuni ichida qaytadi. Lekin buning uchun operatsiya sanasi, summa, do'kon nomi kerak bo'ladi. Chek yoki SMS ma'lumoti ishni ancha osonlashtiradi. Ba'zi pensionerlar nogironligi, og'ir kasalligi yoki yurish imkoniyati cheklangani sababli bankka bora olmaydi. Bunday holatda yaqinga qarindosh yoki vakil orqali masala hal qilinishi mumkin. Lekin vakillik hujjatlari to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Men har doim maslahat beraman. Og'zaki bu mening o'g'lim yoki bu mening qo'shnim degan gap bank uchun yetarli bo'lmasligi mumkin.
Bank pul va shaxsiy ma'lumot uchun javobgar. Shuning uchun ishonchnoma, shaxsni tasdiqlovchi hujjat va boshqa talab qilingan hujjatlar so'raladi. Yana bir nozik xat. Pensioner vafot etgandan keyin kartadan pul yechish. Bu juda jiddiy masala. Ba'zi oylarda pensiya tushibdi. Baribir otamizning puli edi deb kartadan pul yechib olishadi. Lekin vafotdan keyingi to'lovlar, meros, ortiqcha to'langan mablag' va qaytarish tartibi alohida huquqiy masala hisoblanadi. Bunday holatda bank va pensiya organiga xabar berish, qonuniy tartibni aniqlash kerak. Aks holda keyinchalik ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi yoki boshqa huquqiy muammolar paydo bo'lishi mumkin. Yana bir muammo kredit, aliment, ijro hujjati yoki qarzdorlik bo'yicha ushlab qolishlar. Pensiya kartaga tushganda ayrim odamlar bank pulimni ushlab qoldi deb o'ylaydi. Aslida bu ijro hujjati, sud qarori, kredit shartnomasi yoki boshqa majburiyat bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar kartangizdan kutilmagan yechim bo'lsa, bankdan operatsiya ma'lumotnomasini oling. Unda pul qayerga, qanday asosda ketgani ko'rinadi. Agar ushlab qolish noto'g'ri bo'lsa, yozma ariza bilan e'tiroz bildirish kerak. Komissiya masalasiga ham alohida e'tibor berish kerak. O'z bankingiz bankomatidan pul yechsangiz bir xil shart, boshqa bank bankomatidan yechsangiz boshqa shart bo'lishi mumkin. Masalan, 1 million so'm yechmoqchisiz. Boshqa bank bankomati 2% komissiya olsa 10 ming so'm ushlab qoladi. Kimdir uchun bu kichik pul deb ko'rinadi, lekin har oy takrorlansa yilga 1,5 ming so'm bo'ladi. Shuning uchun qaysi bankomatdan komissiyasiz yoki kam komissiya bilan yechish mumkinligini oldindan bilib oling. Bank ilovalari ham qulay, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Ilovani faqat rasmiy manbadan o'rnating. Begona odam yuborgan havolaga bosib, bank ilovasi yangilandi degan faylni o'rnatmang. Telefoningizga begona dastur o'rnatilsa, karta ma'lumotlari xavf ostida qolishi mumkin. Agar pensionerning telefoni oddiy bo'lsa, bu ham yomon emas. Muhimi SMS kodlarni hech kimga aytmaslik. Endi men aniq nima qilish kerakligini tartib bilan aytaman. Birinchi qadam, kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Karta yuzasida oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, bankingiz filialiga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya kartasi va telefon raqamingizni olib boring. Bank xodimidan yangi karta chiqarish tartibi. Muddati va xarajati bor yo'qligini so'rang. Ikkinchi qadam, SMS xabarnoma ulanganini tekshiring. Agar ulanmagan bo'lsa, bank filialida yoki bankning rasmiy xizmat kanallari orqali ulang. Telefon raqamingiz aynan o'zingiz foydalanadigan raqam bo'lsin. Qarindoshingiz raqamiga ulab qo'yish ba'zi holatda qulay ko'rinadi. Lekin pensioner o'z pulidan bexabar qolishi mumkin. Eng to'g'risi, pensionerning o'zi ham xabardor bo'ladigan tizim qilish. Uchinchi qadam, PIN kodni xavfsiz qiling. Agar PIN kod juda oddiy bo'lsa, bankomat yoki bank orqali uni almashtiring. Kodni kartaning ustiga, orqasiga, telefon kontaktlariga karta kodi deb yozib qo'ymang. Agar eslab qolish qiyin bo'lsa, uni begona odam tushunmaydigan tarzda alohida joyda saqlang, lekin kartaning yaqinida emas. 4-qadam. Har oy pensiya tushganini nazorat qiling. Sana summa va yechimlarni yozib boring. Oddiy daftar ham yetadi. Masalan, 2 yanvar 1 million 600 ming so'm tushdi, 1 million so'm yechildi. 600 ming so'm qoldi deb yozib qo'ying. Bu juda oddiy ko'rinadi. Lekin keyinchalik nizolar, tushunmovchiliklar va xatoliklarni aniqlashda yordam beradi. 5-qadam, pensiya tushmasa tartib bilan harakat qiling. Avval bankka murojaat qiling va mening pensiya to'lovim hisobga kelganmi deb so'rang. Agar bank kelmagan desa, pensiya organiga murojaat qiling. Agar bank kelgan lekin karta bilan muammo bor desa, kartani blokdan chiqarish. Qayta chiqarish yoki hisobni faollashtirish bo'yicha ariza yozing. Har doim og'zaki gap bilan cheklanmang. Kerak bo'lsa, yozma ariza va ariza nusxasini oling. 6-qadam, karta yo'qolsa, darhol bloklang. Balki uyda qolib ketgandir deb 1-2 kun kutmang. Bankning rasmiy kol markaziga qo'ng'iroq qiling yoki filialiga boring. Karta bloklansa, pulingiz hisobda saqlanadi. Faqat eski kartadan foydalanib bo'lmaydi. Keyin yangi karta chiqariladi. Bu noqulay, lekin pul yo'qolishidan ancha yaxshi. 7-qadam, hech kimga SMS kod, CVV kod va bank ilovasi parolini bermang. Men buni yana takrorlayman. Chunki eng ko'p zarar aynan shu joydan keladi. Sizga qo'ng'iroq qilgan odam juda ishonchli gapirishi mumkin. U sizning ism familiyangizni bilishi mumkin. Kartangiz bloklanadi, pensiyangiz to'xtaydi.
kompensatsiya tushadi. Yangi to'lov bor deb shoshirishi mumkin. Lekin bank va davlat idorasi sizdan SMS kodni so'ramaydi. Shubha bo'lsa, telefonni qo'ying va o'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. 8-qadam. Yaqinlaringiz bilan ochiq kelishib oling. Agar farzandingiz sizga pensiya yechishda yordam bersa, har oy summa va xarajatni birga ko'rib chiqing. Bu ishonchsizlik emas, bu tartib. Pul masalasida aniqlik bo'lsa, oilada ortiqcha gap so'z kamayadi. Agar karta bilan bog'liq muammo bo'lsa, birinchi boradigan joyingiz bankingiz filiali. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya kartasi, telefon raqamingiz. Agar mavjud bo'lsa, SMS xabarlar va operatsiya ma'lumotlarini olib boring. Bankdan hisob varaq holati, karta holati, oxirgi operatsiyalar va blok mavjudligi haqida ma'lumot so'rashingiz mumkin. Agar muammo pensiya tayinlanishi, miqdori qayta hisoblanishi yoki umuman to'lov yuborilmagani bilan bog'liq bo'lsa, pensiya masalalari bo'yicha mas'ul hududiy organga murojaat qiling. U yerga shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki tegishli ma'lumotlar, bank hisob raqami, ariza va muammoni tasdiqlovchi ma'lumotlarni olib borish foydali. Arizada aniq yozing, falon oy uchun pensiya to'lovi kartamga kelmadi. Tushgan summa avvalgisidan kam. Hisob raqamim o'zgargan, yangi kartaga bog'lab berishingizni so'rayman kabi. Agar kartadan pul yechilgan, lekin siz yechmagan bo'lsangiz, bankka imkon qadar tez murojaat qiling. Arizada operatsiya sanasi, summa, qayerga o'tkazilgani yoki qaysi bankomatdan yechilgani ko'rsatiladi. Agar firibgarlik alomati bo'lsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ham murojaat qilish kerak. Vaqt bu yerda juda muhim. Bir oy kutib yurib, keyin murojaat qilish ishni qiyinlashtiradi. Agar bank xodimi yoki idora xodimining javobi sizni qoniqtirmasa, yozma javob so'rang. Og'zaki bo'lmaydi, kutib turing. Keyin keling degan gaplar bilan muammo cho'zilib ketadi. Yozma ariza topshirsangiz, unga javob berish tartibi bo'ladi. Ariza nusxasida qabul qilingan sana va raqam bo'lsa, keyin masalani kuzatish osonlashadi. Men bugun aytgan eng muhim fikr shuki, pensiyani kartaga olish qulay, lekin karta xavfsizligi, muddat, SMS xabarnoma, PIN kod va hujjatlar tartibi e'tiborsiz qolmasligi kerak. Pensiya bu odamning mehnati evaziga oladigan haqqi. Shuning uchun uni himoya qilish ham, nazorat qilish ham juda muhim. Karta muddati tugaganmi, SMS ulanganmi, pul to'g'ri tushyaptimi, hech kim kod so'ramayaptimi? Bularning hammasini vaqtida tekshirish kerak. Agar siz pensiyani kartaga olsangiz yoki ota-onangiz, buvingiz, bobongiz kartadan pensiya olsa, bu gunoh kartaning muddatini, telefon raqamini va SMS xabarnomani tekshirib qo'ying. Izohlarda yozing. Sizda pensiya kartaga vaqtida tushyaptimi? Bankomat yoki bank bilan muammo bo'lganmi? Qaysi savol sizni eng ko'p qiynayapti? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiya oladigan yaqinlaringizga albatta yuboring.